Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rmonbek qishlog'iga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Taroq fasondagi darvozamiz, bu darvozamiz kraskadan oldingi holatini ham qator ko'rsatib o'tdik. Xudo xohlasa juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi darvozamiz. Eniga 3 metr, bo'yiga 265 285 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Общий summasi 10.200.000 so'mga ustanovka qilindi. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 2 kurgovoy 10/5 shivillar bo'ldi. Go'yoni tepa pastlari shivillar, ichidagi listlari ikkilik list, двойной o'sha o'rtalariga steklovatalar bosilib, shumkali variantda bo'ldi. Ikkilik listda ichidagi profillari 6 ga 4, 1.5 stenada zamoklar. Super zamok. Juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. Darvozamizning orqa holatlari, orqalari ham tekis mana. Plotniy bo'lib, juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Zamoklar o'sha 5 takarlikli. Xudo xohlasa zamoklari ham ishonarli, yaxshi zamokdan qo'yildi. Kraskalariga kelsak, darvozamiz kraskalari devo kraska, mokriy asfalt rangda bo'ldi. Qora nejvinkalardan yopishtirildi ana qirg'oqlariga. Juda chiroyli chiqdi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham xudo xohlasa bemalol kuzatib borishlaring mumkin. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.